yaxshi musiqa ya. Judayam kim aytgan ekan bilmaysiz. Judayam yaxshi. Umuman musiqani yaxshisi ko'ngilni shodlantirib yuboradi-da. Kayfiyat ko'tariladi, keyin shu ko'tarilgan shunda kayfiyatni ushlab olib, ustiga o'tirib olib, keyin davom etishimiz kerak. Mana shu qo'shiqni aytgan inson chaqirishimiz kerak. 2002-yil edi bu qo'shiq. 2002-yil, 23 yil bo'ldi. Qo'shiqlar o'zi nimanidir eslatadi. Qaysidir quvonchli hayotingizda biror bir voqea sodir bo'lgan bo'lsa va mana shu qo'shiq jarang sochgan bo'lsa, u sizga alohida boshqacha ta'sir ko'rsatadi. Juda-da. Mana sizga ham menimcha hayotingizda bir boshqacha bir o'rin olgan bo'lsa kerak. Juda ko'p narsaga sababchi bo'lgan. Juda ko'p yaxshiliklarga sababchi bo'lgan. Eng muhimi hamma ishlarimni qo'shiq bilan bitirib olganman. Uy, joy, mashina demoqchiman. To'g'risini aytish kerak. To'g'ri, shunaqa barakali kelgan, juda zo'r bo'lgan. Do'stlar, allaqachon efirdamiz. Yaxshi keldinglarmi? Salomlashib olamiz. Qizlar, go'zallar. Kirishib ketdik. Musiqaning ta'sirida. Ko'rdingiz, yaxshi musiqa. Juda ham chiroyli musiqa. Yaxshi narsaga sababchi bo'ladi-da. O'zi har birimiz yaxshilikka sababchi bo'laylik, ilohim. Doim maqsadimiz shu o'zi. Har bir qadamimiz xayrli bo'lsin. Xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Omonmisiz? Subhdan muborak bo'lsin, tong muborak bo'lsin. Sizlar bilan ko'rishganimdan men shaxsan xursandman. Demak, bugun fayzli kunni boshlayapmiz. Taqvimda bugun 5-aprel va shanba. Yangi kun muborak do'stlar. Muborak bo'lsin. Chindan ham juda ham chiroyli kun, bahorning chiroyli kunlaridan biri. So'zlari bilan, nigohi bilan, qadami, amallari bilan faqat yaxshilik taratgan azizlar, assalomu alaykum. Chunki bizdan nima qoladi? Bizdan qoladigani yaxshilikda. Yaxshilikni imkon qadar qo'ldan kelgancha atrofga taratishimiz kerak. Shunchaki bir og'iz shirin so'z yoki biror bir yordam, bizdan hech narsa talab qilmaydigan yordamni o'zi kim uchundir katta baxt bo'ladi. Qay darajada kerakli, sevimli ekanini his qiladi boshqalar. Yaxshilar bilan yonma-yon turish ham bir baxt. Yaxshilar bilan do'st tutunish ham bir baxt, to'g'rimi? Hozir xursand bo'lib turibsiz-da, xursand bo'lib turibsiz-da. Hozir xursand bo'lib turibsiz-da. O'shancha aytayaptilar-da. Xayrli tong hammaga, go'zallarim, asalarim. Bugungi kun hammamizga barokatli kelsin. Ushalmagan orzularimiz amalga oshib, bizni ko'rganingizda yana ham kayfiyat sizlarga hamroh bo'lsin. Demak, yangi kun muborak bo'lsin do'stlar. Ko'rishganimizda yana bir bor xursandmiz. Bugun shanba. Odatdagidek zo'r rejalar tuzilgan bu ssenariy. Ssenariy mana tezis asosida tuzilgan, mehmonimiz bor, aytadigan so'zlarimiz, jarayonlar va reklamani o'z o'rni ko'rsatilgan, hammasi go'zal bo'ladi. Sizlarning kayfiyatinglar yaxshi, ko'rinishinglar zo'rlik. Rahmat. Juda ham. Rahmat. Siz ham doim gedek, Tolib aka. Hech qo'ymaysiz. Men choydamlik har gal e'tibor berganman necha marotaba. O'zgacha didingiz bor. O'zgacha Avropaliklarga xos didingiz bor. Juda ham chiroyli. Sizlardek didli qizlardan bu gapni eshitish men uchun bu sharaf. Do'stlarim, rostdan rahmat e'tibor uchun, ta'kid uchun. Endi qarang, bugun o'zi bilasizlarmi, men ishga kelayotganimda qanaqadir bedor bo'ladi tunlari. Uxlamayman, bu qo'rquv emas, shunchaki mas'uliyat. Keyin tun bedor bo'lsa ham bekor bo'lmadi, kitob o'qib yotdim. Derazamda shunaqa chertdi yomg'ir, sizlarda ham mahallada yomg'ir yog'dimi? Toshkent kattaada har xil joyda har xil bo'ladi. Bahorda shunaqa bo'ladi. Juda yomg'ir bor, yo'q. Shunaqa maza qilib yomg'ir. Men aytdim, ertaga tongda boramiz, albatta yomg'ir yog'di, mayda-maydalab bo'ladi yosharillar. Demak, lekin yaxshi yomg'irni his qilibsiz va undan tashqari eng qadrdon, yaqin do'stingiz bilan birga bo'libsiz-da kechasi. Kitob bilan. Eng yaxshi do'st kitobda. Eng zo'r. Chunki eng zo'r yo'l ko'rsatadigan kitobda, o'stiradigan kitob. Chunki o'z davrida buyuk alloma aytganda, o'zimdagi hamma yaxshi fazilatlar uchun kitobdan minnatdorman degan. Chunki kitob o'rgatadi. O'qisang, o'zing his qilasan-da, o'zing tasavvuring paydo bo'ladi olaming. Shuning uchun o'qib, u yerda shunaqa bir zo'r to'rtlik bor ekan, darrov o'qib nima qildim? Yoshimizni yomg'irlarga qo'shning yoshimiz, sochlarimizni qorga aralashtirding, ya'ni oqartirding. Ey yaratgan egam, bizni hayotimizdan dard alamlarni olib tashlagin, bizni yo'qdan bor qilgan egam deb yozilgan ekanda. Shu chunki iltijo. Har doim biz yaxshi narsani o'ylashimiz kerak. Yomg'ir bo'ladimi, qor bo'ladimi? Yomg'ir o'zi hikmat. Shuning uchun yomg'irli kun muborak bo'lsin sizlarga yana bir bor. Rahmat, baraka. Bahona qilish kerak emas, to'g'rimi? Demak, mehmon ham kelgan, go'zallar. Kelganlar va bugungi mavzuyimizni ham bir eslatib o'tsak, chunki bejizga aytmadim, juda ham yaqin do'stingiz bu kitob deb. Bugungi mavzuyimiz eski do'stlar, azizlar. Bugun do'stlarni eslang. Eslang, holidan xabar oling.
bitta qo'ng'iroq qilib qo'yish yodingizdan ko'tarilmasin. O'zi bo'ladi-yu shunaqa hayotingizda Tolibaka shunaqa do'st bormi? Bor. Oylar davomida gaplashmaysiz. Lekin qalbingizda ko'rishganingizda xuddi kechagina ko'rishgandek qadrdonlardek ko'rishasiz. Bor-a, Nargiz opa? Bor. Lekin bugungi kun globallashgan dunyo, mana shu internetlashgan olamku, do'stlik kabi, mehr kabi tushunchalar sal yupqalashib qolyapti-da, chunki go'yoki har kuni ko'rasan-u, har kuni sizni ham ko'raman, go'yo kecha ko'rishgandek, lekin hafta mobaynida ko'rishmaymiz. O'sha narsa sal murakkab deb o'ylayman. Baribir odam g'oyibdan emas, hayotda ko'rishib turishi. Jonli ravishda ko'rishganga, chunki baribir energiya almashinuvi bo'ladi-da, jonlida. Ko'z ko'zga tushadi, mehr ko'zda deb aytishadi. Mana shunday tomonlari bor. Juda ham sehrli, juda ham muhim tomonlari bor azizlar. Shuning uchun diydorlashish yodimizdan ko'tarilmasin. Eski do'stlar, Sher akani qo'shiq. Aytib bering, kuylab bering ozgina qisqacha. Musiqa. Biz mehmonni taklif etishimiz kerak. Qadrli do'stlar, muhtaram teletomoshabinlar, bugun tongi dasturimizga el suygan san'atkor, hozirgina biz qo'shiqni esladik-ku, Sherali Jo'rayevni munosib shogirdi, izdoshi, milliy yo'lda mohir xonanda, chinda bugun ustozlik mavqeida Ahror Usmonov kelganlar do'stlar, taklif etamiz Ahror. Marhamat. Kunlarimdan edim minnatdor. Ul oromu sho'xliklar bitdi. Yo'llarimda sen bo'lgach duchor. Faqat senda uyu yodlarim. Qayda qoldi halovatlarim. Faqat senda uyu yodlarim. Qayda qoldi halovatlarim. O'zing visol jamini tutding, yuragimda boshlab portana. O'zing visol jamini tutding, yuragimda boshlab portana. Va'dalarni so'ngra unutding, bugun qalbim yonar o'rtanar. Qachon senga yetar dodlarim. Qayda qoldi halovatlarim. Qachon senga yetar dodlarim. Qayda qoldi halovatlarim. Bugun kan bo'ldi. Sho'x kuylarim unutdi bulbul. Ol yuzlarim zafaron bo'ldi. Navolarga ma'lum ko'ngil, anduhlarga bugun kan bo'ldi. Sho'x kuylarim unutdi bulbul. Ol yuzlarim zafaron bo'ldi.
miskin bugun hayolatlarim qayda qoldi halovatlarim miskin bugun hayolatlarim qayda qoldi halovatlarim qayda qoldi halovatlarim qayda qoldi halovatlarim qayda qoldi halovatlarim Ofarin, Sitoraxon. Sitoraxon, katta rahmat sizga. Aka, ko'rganimizdan xursandmiz. Assalomu Va alaykum alaykum assalom. Assalomu alaykum. azizlar. Assalomu alaykum muxlislarimiz, bebaho muxlislarimiz. Ey, Sizlar bilan yana bir marta ekran qarshida ko'rishib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Ilohim sog' bo'linglar. salomat bo'ling. Biz ham xursandmiz. Sevimli kunda 6 ta kun bor. 6 ta kunda har xil boshlovchilar va turli mehmonlar keladi. Aynan bizning kunimizga yana kelib qolganingizga juda ham xursandmiz. Juda ham Ko'p xursand, marotaba marhamat. bo'laversin bunaqa. Ilohim. Keling, marhamat. Uyimizni to'ri sizniki, eshigimiz ochiq. Bugun demak Xush kelibsiz. siz bilan birgalikda sog'ingan, go'zal bir navolardan bahramand bo'lamiz degan umiddamiz. Haligina kecha muharririmiz bilan gaplashdik. Ahror akam qaysi qo'shiqlarni so'raymiz, retro qo'shiqlar so'raymiz, men aytdim muhtaram muharririmizga. Ahror akam biz aytganga ko'nmaydilar. Baribir o'zlarini qilishlari kerak. Shuning uchun ixtiyori bashimo, ixtiyori o'zingizda. Kelishib birgalikda kuylaymiz. Ba'zan biz so'raganlarda ham aytib berasiz. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Yaxshi yuribsizmi? Alhamdulillah. Halovatingizni buzmadikmi chaqirib? Yo'q. Men xursand bo'ldim. Shu 5 kunlik dunyoda g'animatmiz, shu g'animatligimizni bilib, shunchalik hayotli paytimizda bir-birimizni qadrimizga yetib turganimizga rahmat. Salomat bo'ling. bo'linglar. Bu qo'shiqqa ham ancha bo'lgan, bir 20 yildan oshdi. Ha, u 20 yildan ham oshib ketdi. 30 yil bo'ldi. Yanglishmasam Oxunjon Hakimov so'zi. Shunaqa. O'zbekiston xalq shoiri. Juda go'zal navo. 30 yildan ham oshdi. 30 yildan ham oshdi. Lekin boshqacha sayqal qilib Ha, bu ilgari boshqacha edi. Oddiyroq yo'nalishda Alisher Ikromov aranjirovka qilganlar. Habibullo Shamsiyev so'lasini chalib yurdilar. ha. Endi zamon O'zgaryapti, sekin quloqlar nima deydi, yangilanib boryapti. Odamlar yangilanib, haligi yangi modernizatsiya degandek, Ha. o'sha muxlislarimizni qalbidan yana ham chuqurroq o'rin egallasin deb o'sha eski qo'shiqlarimizni aranjirovkasini yangilayapmiz va yana ancha yangilaydigan qo'shiqlarimiz bor. Lekin mana qizlar e'tibor beringlar, qayda qoldi halovatlarim. Bahor halovat yo'qoladigan fursat aslida go'zal, lekin ijod xohlaysan, nimani xohlaysan, xohlaganingni bilmaysan, qanaqadir behalovat bo'ladigan fasl. Keyin to'g'ridan to'g'ri agar so'zga talqin beradigan bo'lsak, dehqonlar ham halovatni yo'qotadi, dalaga chopadi. Yangi rejalar tuzadi bahor yil boshi. To'g'ri, ob-havoni o'zi ham shunaqada. Birdaniga yomg'ir jala quyib yuboradi, birdaniga quyosh charaqlaydi. Mana shunday edi. O'zi aslida ayollarni fe'l-atvorini ham bahorga o'xshatishadi. Birdaniga o'zgaruvchamiz. Ayollar bahorda. Birdaniga o'zgaramiz. Xush kelibsiz Ahror aka. Ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Bugun bizning mavzuyimiz eski do'stlar. Bugun do'stlaringizni eslaydigan imkoniyat bor. Eslash uchun juda ham zo'r imkoniyat. Sizni shu necha yillik, eng uzog'i necha yillik do'stingiz bor? Do'stlaringiz bor? Bog'chadosh do'stlarimiz, tanishlarimiz, endi do'st degani shunaqaki haddi sig'a biladigan, hattoki bir ulamolarimizdan birlaridan eshitganman. Siz deb so'rayapti. Do'stingizni cho'ntagidan so'ramasdan pul ola olasizmi? Dedi. Yo'q dedi. Demak, do'stmas ekansizlar. Agar haqiqiy do'stingiz bo'lsa, haddingiz sig'ib cho'ntagidagi pulni bemalol olishingiz mumkin. Rostdan, bu ishni qilaman. Endi ko'pincha xafa bo'lib qolamizda, cho'ntagimizga endi bir tanishlarimiz qo'l solib bir narsa oladigan bo'lsa, xafa. Demak, qanchalik uzoqligi o'shandan ma'lum. Endi Ahror aka, zamon o'zgaryapti, davr boshqa. Do'stlik kabi tushunchalar hisobli do'st ayrilmas bo'lib qoldi-da endi hozir.
hisobli birovni afsuski hozirgi paytda shunaqa bo'lib turibdi. Endi men o'ylayman, albatta yaxshi bo'ladi bir kun. kelgusida haqni kim tanisa, o'sha haqni taniganlarning orasida haq uchun do'stlar bo'ladi. Ha, Alloh yo'lida do'stlar bo'ladi-da, Alloh uchun. Har xil ob-havoda yoningizda turadigan, faqatgina quyosh charaqlaganda emas, o'sha do'l yog'ayotganda ham yonma yon turib, men yoningdaman deydigan. Bu mavzuda bir qo'shig'imiz bor. Shu ko'rsatuv mobaynida aytib berishga harakat qilamiz. Qiyomatli do'stlar haqida. Qiyomatli. Yana bir uzugimga ko'z qayda bizni do'stga shunaqa. Men izlagan do'st qayda, unga aytar so'z qayda. So'z qayda, shunaqa qo'shig'imiz ham bor. degan qo'shig'imiz o'sha paytda oqtarganmiz, mana topganmiz. Sizni menimcha eng yaqin do'stingiz ayolingiz, Gulbahorxon. Chunki men qarang, halovatingiz ham, administratoringiz ham, kostyumeringiz ham menimcha ayolingiz. Chunki deyarli to'y hashamlar, yig'inlar, davra tadbirlar, teleloyihalar har doim bilasizlar. Shular haqida aytmoqchi edim o'zi. Bilasizmi, administrator masala. Men endi har holda har bir buyuk, har bir Administratorga past nazar bilan qarayapsizmi? Yo'q. Administrator deganda men o'zim gaplashaman. Ha. Ayolimni aralashtirmayman. To'yda emas. Ha, to'yda nazar. Bilasizmi, har bir buyuk shaxslarni ortida ayol turadi. Haqiqat. Shuning uchun Shundan ham. bizni shunchalik chiroyli kiyinib, hamma yog'imizni chiroyli qarab ko'chaga chiqaradigan albatta umr yo'ldoshimiz bo'ladi. Agar umr yo'ldoshimiz bir joyga chiqib ketib qolib, mehmon kelib qolsa, choyni ham topa olmay qolamiz. To'g'ri. Keyin kayfiyatingiz ham unga bog'liq bo'lib qoladi. Umr yo'ldoshingizga O'zi ertalab yaxshi to'g'risi. haqiqiy Do'st. mehr bo'lsa oilada, haqiqiy oilada toza va to'g'ri nima bo'lsa, nima deydi, Munosabat bo'lsa, atmosfera bo'lsa, muhit. bir-biriga muhtojligi bor. Har bir Qarang, bu mavzu bekordan bekor tug'ilmadi. Ra'no aytganlaridek eski do'stlar. Chunki nafaqat jufti halolingiz sizni oilangizda sizni rafiqangiz bo'lishdan avval u sizga muxlis bo'lgan ekan, bilishimcha, to'g'rimi? Shunaqa. Bolaligidan sizga muxlis bo'lgan. Eski do'st-da u ham baribir. Chunki bolaligidan sizni kuzatgan, yaxshi ko'rgan, sevgan. Mana qarang, shuni taqdir ekan, keyin birlashib qolgansizlar. Endi do'stingizga, ayolingizga bag'ishlab qo'shiq aytganmisiz? aytganmiz. Uni ham eshitarkanmiz bugun demak. O'zlari ham eshitadilar, shu yerdalar, o'tiribdilar. Turmush o'rtoq deb bekorga aytishmas ekan, qarang, turmush o'rtoq. Yo'q, men bu fikrga qo'shilmayman. Turmush o'rtoq bu uni o'rniga umr yo'ldosh degani. U ham bor. Umr yo'ldosh ham bor. Bu turmush o'rtoq. O'rtoq bu qalaysan? O'rtoq qalaysan deb gaplashiladi o'rtoq. Lekin hayotda erkak kishining o'zining o'rni bor, ayol kishining o'zining o'rni bor-da oilada. O'sha o'rnini bilgan yutadi. Shuning uchun turmush o'rtoq emas. U o'sha bilasizmi, sho'rolar davridan ko'p so'zlarimiz xato kelganda, masalan, 8-mart xotin qizlar kuni deyshadi. Men qo'shilmayman bu narsaga. Nima uchun xotin qizlar? Qani onalar? Qani opalar, qani singillar? Xotin qizlar kuni. Umumiy bilasizmi? O'sha paytda qaysidir bir aqlli bo'lganda o'zicha, qo'shtirnoq ichida o'sha aqlli yozgan. 8-mart xotin qizlar. O'shanga o'xshagan turmush o'rtoq degan so'z yo'q. Unaqa narsadan ko'ra umr yo'ldosh bo'lsin. Umr mobaynida yo'ldosh bir-biriga. Albatta. Mana shu narsalar oiladan ma'lum bo'lgan, onangizdan ko'rgansiz, dadangizni munosabatlaridan siz o'tgan. Albatta. Men bilishimcha, rahmatli onangiz rus tili o'qituvchisi bo'lganlar. Lekin siz o'zbek sinfda o'qiganmisiz yo rus sinfdanmi? O'zbek maktabida o'qiganman, rus bog'chasida. Lekin ba'zida bilinadi, ruscha gapirasiz ba'zida. Endi Marks aytgan. Bizga ingliz tili domlamiz aytardilar. Marks degan Karl Marks endi vaqti kelsa har bir narsadan ozginadan olgan ma'qulda. Endi Karl Marks o'sha Kapitalni yozgan nimalar, Friedrich Engels, to'g'rimi? O'sha zot aytgan ekan, bir tilni bilgan odam bir kishi, 100 ta tilni bilgan odam 100 kishi. Bu dunyoda qancha til o'rgansa o'ziga foyda deb o'ylayman. Bizni sevimli kunda ham reklamani bilgan odam hamma narsani biladi. Albatta. Hamma so'zda, hamma tilda reklama bo'lar ekan. Yaxshi Hamma manbada, tilda yaxshi reklama bo'lib qolar ekan ko'pchiligida. Reklama. Sevim
telekanalda sevimli kun. Bugun taqvimda 5-aprel shanba tongi dasturimiz mehmoni el suygan san'atkor. Bugun san'atimizda allaqachon ustozlik mavqeidagi katta ijodkor Ahror Usmonov kelganlar. Dasturni Nargizaxon hamda Ra'noxonlar bilan olib boryapmiz. Ra'noxonni, Nargizaxonni shunaqa savoli bor, ichi qaynab o'tiribdi. Rigoni qachon tugaydi deb. Xo'sh. Albatta biz xizmatlarda ham birga bo'lib qolganimizda mana shu qo'shiqni so'rashadi. To'g'risi o'zim ham juda ham yaxshi ko'raman. Bu mana shu 20 yil oldin biz o'ynagan Begona bahor kinosidagi mana shu qo'shiq bo'lsa kino ko'z oldiga keladi. Tan olish. Borgan sari, juda ham chiroyli. Shundan agar iloji bo'lsa kuylab bersalar, Juda ham ijro yaxshi etsalar. Qarang, bu 20 yil filmda- bo'ldimi? 20 yil Filmga bo'ldi. so'rab ruxsatni olganmi leitmotiv sifatida bu yo Bu qo'shiqni she'ri oldin qo'shiq bo'lgan. Bo'lgan. Chorshanba aka Bo'lgan. Ro'ziyev kitoblarini qo'limga chorshanba o'zi yetgan. o'sha ruhiyatimizga shu she'r to'g'ri kelib qolib, musiqa ham o'zi quyilib kelganda biz Radio Recordsda yozganmiz. Ha. 2002-yil yozilgan. 2003-yil aprel oyida mana aprel oyida qanchadir bo'ldi o'zi. 2005-yil kino chiqqanda Ha, to'g'ri kelgan. 2003-yil aprelda yozganmiz. Mayli endi o'zim ham shu qo'shiqni yaxshi ko'ramiz, muxlislari ko'p. Shular qatorida mana shu qo'shiqni aytsam nuqul Nargizaxon ko'zim Ko'z oldiga oldiga keladilar keladi, o'sha ha. kino. Keyin kino ijodkorlar mendan so'rashdi shu qo'shiqni qo'shsak bo'ladimi deyishdi. Ruxsat ber, xursandlik bilan ruxsat berdik. Mana xalqimizga ma'qul bo'pti qo'shiq ham, kino ham. Men juda xursandman. Xalqimizni bir asariga aylanib qoldi bu qo'shiq. Rahmat. Asar. Sog' bo'ling. Allohga shukrlar, Nargizaxonning iltimoslariga binoan va ko'p muxlislarimiz uchun shu qo'shiqni aytib beraman. 20 yil ortga qaytarkan bu Borgan Nargizaxon. sari Birgalikda. Shosham Ro'ziyev so'zi bilan Bizga bahor begonadir borgan sari ko'nglimiz ham vayronadir borgan sari bizga bahor begonadir borgan sari ko'nglimiz ham vayronadir borgan sari shodon yelib yurar edik avvallari endi umr g'amxonadir borgan sari shodon yelib yurar edik avvallari endi umr g'amxonadir borgan sari bizga bahor begonadir borgan sari ko'nglimiz ham vayronadir borgan sari Toliqdimi yaşamaktan cismi canım Tan içre dert pinhanadır borgan sarı Toliqdimi yaşamaktan cismi canım Tan içre dert pinhanadır borgan sarı Şifa so'rab borsam manzil makonlarga topar joyim xilxonadir borgan sari shifo so'rab borsam manzil makonlarga topar joyim xilxonadir borgan sari bizga bahor begonadir borgan sari ko'nglimiz ham vayronadir borgan sari
adashib sekin sekin adovatlar xiyanadir borgan sari izlanaman yig'lanaman ruhim tiyar yolg'iz xudo hamxonadir borgan sari shoshdan ketar bo'lsa chorsham borgan yeri shoshdan ketar bo'lsa chorsham borgan yeri Buxoroyu Farg'onadir borgan sari shoshdan ketar bo'lsa chorsham borgan yeri Buxoroyu Farg'onadir borgan sari bizga bahor begonadir borgan sari ko'nglimiz ham vayronadir borgan sari bizga bahor begonadir borgan sari ko'nglimiz ham vayronadir borgan sari ko'nglimiz ham vayronadir borgan sari ko'nglimiz ham vayronadir borgan sari Ko'p yashang, sizlarga ham katta rahmat. Rahmat. Chorsham akam sog' bo'lsinlar, juda chiroyli yozganlar. Mana shu bizga bahor begonadir borgan sari, ko'nglimiz ham vayronadir borgan sari. Yoshimiz ulg'aygan sayin endi yo'qotishlar bo'ladi. Otamiz, onamiz o'tadi, kamchiliklar, kemtiklar, aqlimiz o'sadi, ko'nglimiz rozi bo'lmaydi. Shuning uchun dilimiz vayron bo'ladi deganda, yoshi ulug' odam ko'p darrov yig'laysan, sal narsa dilingni og'ritadi. Chunki aqling ishlaydi, past balandni bilasan, shunaqa chiroyli ta'riflar. Har bahor kunlarda shunaqa zo'r aytib qo'ygansiz-da. Shunaqa. Nargizaxon? Shunaqa. Musiqa ham rosa tushgan. Juda Yoqimli. chiroyli. Rahmat. Vals yo'nalishi juda chiroyli tushgan. Mana endi qarang, aytgingiz kelmasa ham so'raydi. Muhtaram tomoshabinlar, biz jonli efirdamiz. Demak, Ahror Usmonov kelganlar retro qo'shiqlar so'ramoqchimiz, lekin imkon boricha agar xohishingiz bo'lsa, Instagram orqali fikringizni bildiring va biz siz yo'llagan maktublar asosida qo'shiqlar so'rashimiz mumkin. Qizlarimizning talablari bor, bizning ham xohishlarimiz bor. Birga endi Bo'ldi. xush kelibsiz. Zo'r qo'shiq, yaxshi qo'shiq. Baribir qaysi davraga borsangiz so'rashadi. Rahmat muxlislarimizga. So'rashadi. Shunday xazina yig'ib qo'yganlarki, qayerga borsalar o'sha o'zini muxlislari bo'ladi-da. Qaysi o'sha qo'shiq ta'sirlantirsa shuni so'raverishadi. Biz ham mana ketma-ket so'rab yotibmiz qo'shiqlar. Aynan. Tolibjon aka hozir aytib o'tdingiz, inson ulg'aygan sari ko'p narsani anglab yetadi, yo'qotishlar bo'ladi, topishlar ta'sirlanadi va shu qatorida odam ulg'aygan sari yoshligida do'stlari ko'p bo'lgan bo'lishi mumkin. Ulg'aygan sari saralanadi, atrofida odamlar kamayadi. Kamayadi. Siz ham mana shu boradagi shu mavzudagi hayotingizni bir bo'lagini aytib bersangiz. Sizda ham shunaqami? Borgan sari saralanib eng zo'rlari qoladi deyshadi-da. Aytsa boshqa kulfat kelganda kim qanaqaligi? Shunaqa. Bir kun mana gap ochadi degan gap bor. Bir kun biz endi xalqimizga qo'shiqlarimiz bilan muxlislar ortib bir sal haligi yurishimiz sal o'zgarganini ota-ona bilar ekanda, sezar ekan. Shu ota-onamizni tarbiyalari, qolaversa ustozlarimizni tarbiyalari, xalqimizni tarbiyalari, xalqdan ham tarbiya olamiz. Albatta. Oila a'zolarimizni bilan birgalikda nima qilib, xullas kalom ko'p narsani, bilmagan narsalarni hayot ustoz bo'lar ekanda, hayotda ham ota-ona ustoz va xalq va albatta hayot ustoz bo'lar ekan. Bir kuni otam rahmatli mendan so'radilar, o'g'lim, nechta do'sting bor deb so'radilar. Men endi u paytda do'st degani haqiqiy bir do'st degan narsani bilmas ekanman. Men aytdimki, dadajon dedim, nechta odamni tanisam, hammasi do'stim dedim. Yosh ekanmiz-da. Shunda dadam rahmatli, bolam dedilar. Do'st, haqiqiy do'st
ota-ona, ha? Jigarlar agar do'st bo'la olsa, umr yo'ldosh. Endi ko'chada agar bo'lsa, bitta do'st bo'ladi. Juda ham oshib ketib qolsa, 3 ta do'st bo'lishi mumkin degan. Ha yo'q, dada, debmanda endi. Mayli o'g'lim, bir sinab ko'r. Bir sinab ko'r. Qana qilib sinayman deganimda, mablag'ing bo'lgan taqdirda ham o'sha do'stimsan degan, do'stingman deganlarda oldiga borib turib yordam so'ragin. Bir juda katta ham emas, juda kichkina ham emas, o'rtamiyona sharoitda qiynab qo'ymaydigan holatda bir sinab ko'rishni so'ragin. O'shanda bil, mana deb bergan odam senga do'st bo'ladi. Shunaqa bir sharoit bo'ldiki, haqiqatdan ham men o'sha bir qanaqadir bir reja bo'lib qoldi-da, menga arzimagan bir ko'p ham emas, bir kam ham emas, bir shunaqa mablag' kerak bo'lib qoldi. Ukkamsan, okkangman deganlardan bitta ikkitasini oldiga bordim-da endi. Bo'lsam sekin haligi kecha kelmading deb ekan, kecha berib yubordim. Kecha bittasiga berib yubordim. Yoki bo'lmasa bir oydan keyin kelgin, qoldim, aytdimki, otajonim dedim. Qanchalik to'g'ri ekansiz, qanchalik rostgo'y ekansiz. O'sha kuni juda bir kayfiyat, bunda horg'in holatda, hali ruhiyat tushgan holatda uyga kelib o'tirdim, eshigim taqillashib qoldi. Ayni men xohlagan mablag'ni to'yga aytib bittasi kirib keldi, eshigini taqillashib. Kirib keldida, labbaysan, falon kuni bir xizmatimiz bor, manoncha sharoitimiz bor deb, haligi Alloh taolloh birinchi do'st. Birinchi do'st Alloh taolloh ekanligini demak, bilgan odam, aqlli odam bilish kerak shu narsa. salomat bo'ling. Uni do'stingni sinash uchun yo qarz berib ko'r, yo pul so'rab ko'r. O'shanda men bilganman, do'sti ulfat ichra ham payt poylagan ag'yor ko'p. 100 tadan yo bittadan. Ha, kimga shirin joning, kimgadir moling, agar dasturxoning atrofida to'p bo'lib o'tirgan taqdirda ham chiqsa chiqarkan bitta, 100 tadan yo 100 tadan yo 10 tadan chiqsa chiqarkan bitta do'st. Agar chiqsa, sadoy. Qarang, dadangiz qay darajada haqiqatni aytgan ekanlar. O'zi dadalar, ota-onalarimiz ko'p narsani bilishadi, tajribalari katta, bizni yo'naltirishni bilishadi, bizga nasihat aytishni bilishadi va hattoki bosh og'rig'ida, migrenda nimalar orqali o'zingizga yordam berishingiz mumkin ekanligini ham bilishadi. So'rab bilib olishingiz mumkin. Bizda ham bor bu borada lavhamiz. Migren paytida nimalar qilish kerak va o'zi nima bu? Marhamat, tomosha qilamiz, keyin suhbatga qaytamiz. Migren bu surunkali nevrologik kasallik bo'lib, odatda boshning bir tomonida puls urgani kabi og'riq bilan namoyon bo'ladi. Og'riq bir necha soatdan bir necha kungacha davom etishi mumkin va ko'pincha ko'ngil aynishi, qusish, yorug'lik va shovqinga nisbatan sezgirlik bilan birga kechadi. Afsuski, migrenning kelib chiqish sabablari hali to'liq aniqlanmagan. Biroq stress, ob-havo sharoiti, ochlik, uyqu yetishmovchiligi, gormonal o'zgarishlar va ba'zi oziq-ovqatlar uni qo'zg'atishi mumkin. Biz esa sizlarga migren kasalligini qo'zg'atib yuboradigan mahsulotlar haqida aytib o'tamiz. Shokolad. Tarkibida kofein moddasi mavjud har qanday mahsulot migrenga chalinish ehtimoli bor insonlar uchun xavflidir. Irsiy jihatdan migrenga moyilligi bor shaxslarda bu bosh og'rig'iga sabab bo'ladi. Sitrus mevalar va banan. Ushbu mevalarda bosh og'rig'iga sabab bo'ladigan gistamin va tiramin moddalari mavjud. Yog'li pishloqlar. Yog'lilik darajasi yuqori bo'lgan pishloqlarda qon tomirlarini toraytiruvchi va qon bosimini oshiruvchi tiramin mavjud. Pishloq qanchalik uzoq vaqt davomida tayyorlangan bo'lsa, unda tiramin shunchalik ko'p bo'ladi. Kolbasa va sosiska. Bunday yarim tayyor mahsulotlar tarkibida yuqori darajada natriy glutamat hamda bosh miya qattiq qobig'idagi qon tomirlari kengayishiga olib keladigan azot oksidi mavjud. Manfaatli bo'ldi deb o'ylaymiz lavha. Albatta, ma'lumotlar qiziqarli. Hech ham xasta bo'lmang, boshingiz og'rimasin. Darvoqe nonushta atrofida, dasturxon atrofida o'tirgan bo'lsangiz, yoqimli ishtaha. Do'stlarim, bugun buratti taomini
bayrami ekan Braziliyada buratni yangi lavash. 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 Braziliyada buratni o'sha yupqani ichiga har xil qiymalar solib, salatlar solib aylantirib burab shu Braziliyada tug'ilgan ekan shu buratni. Qayerdadir lavash, qayerdadir yana nimadir, achapuri va hokazo. Shu o'ziga xos bayram ekan. Endi Tabriklaymiz. dasturimizni davom ettirib yuqorida do'stlar haqida gaplashdik. 10 tadan 100 tadan chiqargan bitta do'st. O'sha mazmundagi qo'shig'ingiz bor. Shoir Sotvoldi aka Abdubosov rahmatulloh Abduboyevlar so'zlari ming bor. Demak, o'sha qo'shiqni tinglasak ayni muddao. Chunki ekran qarshisida bugun tinglovchilar juda ko'p jam bo'lishdi hozir. Qani eshitaylik deyotganlar uchun. Xo'p bo'ladi. Marhamat. mayli omad bir umrlik bo'lmasa ham toleing ham goho kulib kulmasa ham bu dunyodan ko'ngling to'lmasa ham bu dunyodan ko'ngling to'lmasa ham har kimsaga qiyomatli bir do'st kerak, iymoni diyonatli chin do'st kerak. Har kimsaga qiyomatli bir do'st kerak, iymoni diyonatli chin do'st kerak. Yiqilganda kimlar kulib kuzatguvchi, kim beg'araz yordam qo'lin uzatguvchi, vayron bo'lgan ko'ngil uyun tuzatguvchi, vayron bo'lgan ko'ngil uyun tuzatguvchi. Har kimsaga qiyomatli bir do'st kerak, iymoni diyonatli chin do'st kerak. Har kimsaga qiyomatli bir do'st kerak, iymoni diyonatli chin do'st kerak. Haq yo'l qolib qing'ir yo'ldan boshlab ketmas, dilni ezib ko'zlaringni yoshlab ketmas. Boringda ham yo'g'ingda ham tashlab ketmas, boringda ham yo'g'ingda ham tashlab ketmas. Har kimsaga qiyomatli bir do'st kerak, iymoni diyonatli chin do'st kerak. Har kimsaga qiyomatli bir do'st kerak, iymoni diyonatli chin do'st kerak. Darding olib mushkullaring oson yechar, motamingda g'am bodasin birga ichar. Kechganda ham sendan emas jondan kechar, kechganda ham sendan emas jondan kechar. Har kimsaga qiyomatli bir do'st kerak, iymoni diyonatli chin do'st kerak. Har kimsaga qiyomatli bir do'st kerak, iymoni diyonatli chin do'st kerak. Bu 5 kunlik dünya degan omonatda do'stlar bilan umring o'tsin halovatda.
chin do'st kerak. Qadri tushmas oltin erib sim bo'lsa ham saralangay g'alvirdadan lim bo'lsa ham bu dunyoda shohu gado kim bo'lsa ham bu dunyoda shohu gado kim bo'lsa ham har kimsaga qiyomatli bir do'st kerak. İmanı diyonatli chin do'st kerak. Har kimsaga qiyomatli bir do'st kerak. İmanı diyonatli chin do'st kerak. Har kimsaga qiyomatli bir do'st kerak. İmanı diyonatli chin do'st kerak. Do'st do'stligin qilar hatto qiyomatda. Har kimsaga qiyomatli bir do'st kerak. İmoni but, diyonatli chin do'st kerak. Salomat bo'ling. Xalqimizga do'st bo'lib yuring. Rahmat. Juda chiroyli qo'shiq. Hali aytganingizdek, umuman dunyoda eng asl do'st ota-onang albatta yaratgan. Aka singil, opa ukalar ham do'st bo'ladi. Bu ham lekin nisbiy. Oilasi paydo bo'lgandan keyin savol so'roqlar ko'p. Agar siz aytgandek juft haloling do'st bo'lsa do'st bo'ladi. Lekin do'st haqidagi tushuncha juda murakkab aslida. Keyin bugun psixologlar aytadi, darhaqiqat tavsiya tariqasida yodingizga solib o'taman. Bu ham fikrlar bo'ladi, eng zo'r narsa ham fikr. Fikr almashadi, quvvat olasan. Hamkasb degani ham do'st emas. Hamkasb bu hamkasb. Hamkasb bilan oilang, turmushing, tashvishlaring haqida mutlaqo gaplashishing mumkin emas. Hamkasb bilan rahbaring haqidagi mulohazalar, bahslarga mutlaqo kirishma. U seni do'sting emas, u seni hamkasbing. Raqobatching ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun do'st faqat yer yuzida o'zingdan o'zingga yaqin odam yo'q. O'zing o'zingga do'st bo'lish uchun anglashing kerak. Anglashing kerak. To'g'ri aytasiz Tolibjon akam. Hozir bir jumla yodimga tushdi-da. Seni yer bilan yakson qiladigan, yer bilan bitta qiladigan inson bor va seni ko'klarga ko'taradigan inson bor. Bu faqat o'zing deydi-ku. Faqat o'zing. Shunga o'xshab juda ham chiroyli gaplarni aytingiz. Chunki Yaxshi faqat- tavsiyalar bo'ldi. Biz o'zimizdan yaxshi odam bormi o'zimizga? O'zimizdan chiroyli odam bormi o'zimizga? Men o'zimni sevaman. O'zimizdan kim bizni yaxshiroq biladi Ha, demoqchisiz-da. o'shaning uchun. Chiroyli qo'shiq bo'ldi, shu fikr tug'ildi-da. O'shani bitta ijro etaylik ozgina. Men o'zimni sevaman. Tolibjon aka. Salomat bo'ling. Hamma ijro etsa zo'rda buni. Hech bo'lmasa ba'zida. Ahror akam qo'shiqlaridan bahramand bo'lamiz. Ahror aka, hamma biladi, 21-iyunda tug'ilgansiz. Lekin Ahror Usmonov 22-yilda qayta tug'ilgan deyshadi-da. 22-yil o'zi tarixda juda mash'um sana bu. Juda mash'um. 41-yil 22-yil urush boshlangan insoniyatga sizni hayotingiz ikkinchi marta qayta tug'ilgan deyshadi. Endi men bir narsa aytishim mumkin bu 21-iyun va 22-kun haqida. Endi ana ko'ngilsiz xotiralarni bugun eslamasligimizga harakat qilamizda. Men bitta qiziq bir narsani aytib beray. Men 21-iyun kuni tug'ilgan bo'lsam, ertasi kuniga 22-kuni urush boshlangan. Nemis fashist gazandalari deymiz-ku, urush ochgan bo'lsa, meni umr yo'ldoshim 8-mayda tug'ilganda 9-may kuni g'alaba kuni bo'lyapti. Qaranglar. Shu bir qiziq bir. Juda ham yaxshi. Demak, u mavzularga to'xtalmaymiz, chuqurlashmaymiz. Baxtsiz kunlar ortda qolib ketdi, eslamaymiz, ha. Faqat baxtli halovatimiz Nima bo'lgan buzmaymiz. taqdirda ham yaxshilikka bo'ldi. Yaxshilikka bo'ldi. O'sha xayrli bo'ldi. Xayrli. O'sha sabab qancha gunohlarga tavba qilindi. Qancha oq qorani o'sha paytda ko'rdik va shu paytda bir narsani aytishim mumkin, muxlislarimga rahmat. Muxlislarimiz bizni yolg'iz qoldirishmadi. Avvalo oila a'zolarimiz,
avvalo Alloh saqladi bizni va muxlislarimiz shu birinchi kundan to oyoqqa turib ketgunimizcha uzilishmadi. Rahmat, sog' bo'lesin, salomat. Juda ham salomat bo'ling. Endi ko'p qo'shiqlar yozasiz, yoshlar bilan ham hamkorlik qilyapsiz. Bular haqida qizlar savollari bor, keyinroq beradi, lekin qizlar chiroyli qarash qildi. Demak, eng chiroyli sahifaga o'tamiz shekilli. Reklama boshlanadi. Albatta bizda reklama. Juda yaxshi. Marhamat. Yoshlar bilan dasturni davom ettiramiz. Bizning ishoralarimiz bor. Demak, siz ham bizga qo'lingizni tuting, tomoshabinlar. Sizlar ham hammamiz birgalikda. Biz mana bunday qilsak bo'larkan. Demak, mehr muhabbat bilan yaxshi kayfiyatda Ahror aka, mamlakasi ham bor. Siz odatda qanday qilasiz? Chiqib ketgan, Men faqat tomosha qilaman. Tomosha, juda yaxshi. Tong xayrli bo'lsin. Bugun 5-aprel, shanba daroqi 1938-yili 5-aprelda rus kinosini taniqli yulduzi Natalya Kustinskaya dunyoga kelgan edi. Mana Gagriga uchib ketyapman, bor. Ivan Vasilievich kasbini o'zgartiradi. Taviya, o'sha Taviyaxon. Haligi Yakin qaqildog'ini tashab, ana Ofarin. Biz yigitlarimiz hozir javob. Beixtiyor raqsga tushib ketasiz. Endi garchi rus aktrisasi bo'lsa ham, bu film bizga qadrdon bo'lgani uchun eslashimiz kerak. Chunki dunyo san'atiga hissa qo'shgan. Lekin afsuski umrining so'ngida juda azoblar bilan, yo'qchilikda bir nimada ketdi. Bu endi boshqa masala. Lekin bugun bizning kinomizda, umuman teatr san'atida mohir pedagog, o'zbek milliy kinosi, teatr san'atida sahnalarida katta ustoz bo'lgan Munavvara Abdullayevani ham tug'ilgan kunlari. Tabassumlari yoqadi. Qancha manaman degan yulduzlarning ustozi bo'lib turishadi. Necha marta mehmon kelganlarida xijolat bo'lib turishadi, hurmat qilishadi, sevishadi. Chunki mana shunday muhabbatga arzigulik insonlar. Munavvara opa, boringizga shukr. O'ynagan rollaringiz, umuman filmlaringiz millat uchun ahamiyatli. O'sha kichkina tabib bo'ladimi, osmondagi bolalar, tutash taqdirlar, juda ham ko'p. Bu filmlarni endi bilmasam bir 100 ga yaqin, qaysi birini ayta olamiz. Shuning uchun hamma jamoamiz nomidan, Sevimli kun nomidan mana shu daroqi Munavvara opani yulduzlar fabrikasining rahbari ham deyshadi. Chunki eng ko'p yulduzlar kino yulduzlar shu Munavvara opamiz qo'lida tahsil olganlar. Shuning uchun boringizga shukr, chin dildan tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Sog' salomat bo'ling. Tabriklaymiz. Va sovg'a tariqasida men Ahror aka sizdan bir go'zal bir qo'shiq aytib bering. Raqsbob bo'lsa, ko'tarinki bo'lsa, bir chiroyli qo'shiq bilan, Xo'p bo'ladi. Marhamat. Tug'ilgan kunni nishonlayotgan barchaga. bo'layin bir gulim bo'lgil, hovlimda rayhonu sumbulim bo'lgil. Bulbuling bo'layin bir gulim bo'lgil, hovlimda rayhonu sumbulim bo'lgil. Qo'limda sozila nomingni kuylay, sho'x jo'shqin navoli sururim bo'lgil. Qo'limda sozila nomingni kuylay, sho'x jo'shqin navoli sururim bo'lgil. Oromi jonim shirin zabonim, Canu cahanım serverevanım, aramı canım şirin zamanım, Canu cahanım serverevanım. Güllerge lıktılsın hayatın daim, Baxtimga ko'p yaşa bor bo'l iloyim. Gullarga liq to'lsin hayoting doim, Baxtimga ko'p yaşa bor bo'l iloyim. Qalbim guldek yashnar sen bo'lsang shodon, ko'z yoshdan saqlasin seni xudoyim. Oromi jonim shirin zabonim, jonu jahonim sarvaronim. Oromi jonim shirin zabonim, jonu jahonim sarvaronim.
bo'lgan ahroringman man. Ey go'zal quloq sol qalb so'zlarimga, ishqingda kul bo'lgan ahroringman man. Oromi jonim shirin zabonim, jonu jahonim sarvaravonim. 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 Ey, katta rahmat. Aferin. Sidoraxon, rahmat sizga. Salomat bo'ling. rahmat. Rejissorimiz ishora qilyaptilar. SMSlar juda ham ko'p, SMSlar, talablar, so'ralayotgan qo'shiqlar undan ham ko'p. Hatto tepada, ya'ni biz yigitlarimiz bog'lanishyapti. Bir yigit nomli qo'shiqni ham so'rashyapti. Xo'p bo'ladi. O'sha qo'shiqni ham aytib berasiz. Xo'p, Lekin bu qo'shiqni hozir oxiridagi so'zidan bilamanki, o'zingiz yozgansiz, Oromijonim. Shunaqa. She'r yozishga qobiliyat bolalikdan bormidi? Bir paytlar harakat bo'lganmiz va qonun qoidalarini o'rganib, qo'limizdan kelgancha agar xos yoki mos she'r topolmasak, harakat qilamiz o'zimiz bir narsa qilishga. She'rlarni o'zingiz o'zgartirasizmi yo hech qachon o'zgartirmay shoirni? Shoiri bilan maslahatlashib, ba'zi bir endi shoir ham inson-ku. Albatta, U katta ham ijod. xato qilguvchi, u ham ba'zi bir joyda maslahatlashib, lekin Muhammad aka Yusufga bir narsa deya olmayman. deb bo'lmaydi. Yo'q. U tug'ma o'zi keladi. Ha. Ularga hech bir hamma narsa ma'qul u inson yozgan she'rlar. Endi yoshlar bor, o'zlarining fikrlarini yozishadi. Shu fikrni qanaqa bo'lar ekan o'zgartirsak deb maslahat qilib o'zgartirgan nimalarimiz bo'ladi. Hozir Muhammad akani eslab yaxshi bo'ldi aslida. Mana aprel oyida tug'ilgan kunlari, hademay nishonlaymiz. Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Demak, jannatlarda ko'rishtirsin yaqinlari bilan. ilohim. Hozir tonggi dasturni kuzatayotganlar so'rashgan qo'shiq, bir yigitni ayting, undan so'ng yana suhbatlashib talablarga binoan qo'shiqlarda Bu qo'shiqni aytishimizdan oldin shoirni ham eslab xo'p qo'ysak. bo'ladida. Alloh rahmatiga olsin. Marg'ilonlik shoir akamiz bir necha qo'shiqlarimizni shoiri, ya'ni she'r muallifi Sotvoldi aka Abduboyev. Ha, yuqorida kuyladiku, esladik. Ha, bir necha qo'shiqlar, she'rlarni qo'shiq qilganmiz. Shular qatorida mana shu bir yigit talablarga binoan aytib beradi. Tinglaymiz do'stlar. Tinglaymiz qadrli do'stlar. Ketar yillar, davru davronlar, o'tib ketar yoshlik, kelib zamonlar. O'tib ketar yillar, davru davronlar, o'tib ketar yoshlik, kelib zamonlar. Shul yoshlik chog'larin eslagan onlar. Bir yigit bor edi deng, umrini bergan. Bir yigit bor edi deng, ko'nglini bergan. Hayot ba'zan mehribon, shafqat qilguvchi, ba'zida qalblarni tilib tilguvchi. Hayot ba'zan mehribon, shafqat qilguvchi, ba'zida qalblarni tilib tilguvchi.
qilguvchi shunda eslab siz uchun jonim berguvchi bir yigit bor edi deng umrini bergan bir yigit bor edi deng ko'nglini bergan tilamasman yomonlik sizga qalam qosh tilagayman hamisha baxt bo'lsin yo'ldosh lekin bu hayot yurur ko'zga kelsa yosh bir yigit bor edi deng umrini bergan lekin bu hayot yurur ko'zga kelsa yosh bir yigit bor edi deng umrini bergan bir yigit bor edi deng ko'nglini bergan lekin bu hayot erur ko'zga kelsa yosh bir yigit bor edi deng umrini bergan bir yigit bor edi deng ko'nglini bergan Katta rahmat Ahror aka. Rahmat sizlarga ham rahmat. Muxlislarimiz rohatlanishdi bu qo'shiqlarni tinglab. Instagramda savollar juda ham ko'p. Jumladan marhamat savol berishyaptiki, Ahror Usmonov keyingi paytlarda hatto italyancha qo'shiqlar kuylayaptilar, xorij hindcha, turkcha va hokazo. Xo'p, sababi nima? Bu to'y uchunmi, tirikchilik uchunmi Yo'q, men o'zi eskidan qardosh va chet el musiqasiga qiziqishim katta, ko'p. Shuning uchun yoshligimizdan o'sha chet el estradasini ko'rganmiz, ko'rib o'sha Abba, Bonni, Sanremo konkurslar bo'lardi-ku. boshqa mana asosiy mana sharqdan hind san'atini yaxshi ko'raman. Turk milliy xalq musiqasi va qo'shiqlarini yaxshi ko'ramiz. Hamma xalqda o'zining milliy kuylari va qo'shiqlari bor. O'sha har bir xalq, hattoki ruslarda ham xalq milliy qo'shiqlarini yaxshi ko'ramiz. Harakat qilamiz ijro qilishga. Shular qatorida mana italyan tilida bir qo'shiq niyat qilib yurardim. Shuni aytarmikinman deb, hali cho'qintirgan otani Vali Ne'mat deb nomlashdik o'sha kinoda. Juda ham bir ko'p narsa oladigan kinoda u, ko'p hayotda ko'p narsa o'rganadigan. My life, nima shunaqa bir o'sha Godfather. Juda zo'r asarda, o'zi kino ham zo'r, ya'ni cho'qintirgan. O'sha kinoni yaxshi ko'rib ko'rardik, tomosha qilardik. Al Pacino. Shuni Italiyada
bir ukaxonimiz yashaydilar. Italiya fuqaroligini ham oldi shekilli, Oybek degan ukamiz. Shu ukamizga iltimos qilib so'zini yozib jo'natuvdilar. Keyin minusini topib, shuni studiyada yozganmiz. Endi qanaqa ma'qul emas, buni endi muxlislarimiz bilishadi, eshitishadi va men o'ylaymanki, shu paytgacha bo'lmabdi degan narsa bu eshitmadim, ma'qul kelgan. Ma'qul kelgan bo'lsa. Ketyapti lekin hozir eshitsa bo'lardi. bormi imkoni hozir? Sizdan ko'pchilik Agar kutmaganda imkoniyat Agar bo'lsa, imkoniyatimiz bo'lsa, demak, imkoniyat bor. Parla più piano e nessuno sentirà. qani tinglab Xirgoyev mumkin ekan. Xirgoyev. Xirgoyev qilib. Nimamiz bor? Ha. Mayli, jonlimi? Parla più piano e nessuno sentirà. Il nostro amore lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità, nemmeno il cielo che ci guarda da lassù. E insieme a te io resterò, amore mio, sempre così. Parla più piano, vieni più vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità. E un grande amore mai più grande esisterà. Aferin, chiroyli. Ovozingiz yaxshi bor, chiroyli. Grazie. Grazie. Hammasi Masalan, eplisiz. shunaqa bo'ladi. Masalan, men ham nimani yaxshi ko'raman? Besame mucho. O'sha juda yaxshi Ijro ko'raman. etmaganmisiz? Yo'q, men aytmaganman, o'zim xirgoh qilib yuraman. Yaxshi Ijro ko'raman. etsangiz ham yaxshi. Bolalikda yaxshi ko'rgan ekansizda buni. Ой, мороз, мороз, не мороз меня, не мороз меня, моего коня, моего коня, белогривого. У меня жена, ой, ревнивая. У меня жена, ох, красавица, ждет меня домой. Ждет, печалится, как пойду домой. На закате дня обниму жену, напою коня. Rahmat ketdi. Ohanglarni ham, shevalarni ham o'xshatyaptilar. Gili yanıp şişek bulup kaşıma kelsen edi. Gili yanıp şişek bulup kaşıma kelsen edi. Turmuş yoluna ikke bulup ikkevin kelsen edi. Turmuş yoluna ikke bulup ikkevin kelsen edi. Bas kızıma pipe, sen basmasan min basam. Bas kızıma pipe, sen basmasan min basam. Senin baskan izlerinde Gitere basam. Senin baskan izlerini Gündeki tere basam. Ağzı bu kedi ya. Ahror aka, hindcha yo'qmi? Hindchasidan bo'lsa. तुम पास आए Ohoy. यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूँ है कुछ कुछ होता है क्या करूँ है कुछ कुछ होता है Zo'r, juda ham zo'r, hatto. yana bitta narsa bor. Yana bitta. Gruzincha. Sahvarle saplaus ve zebdi verna khedakar guliko gulamat bilif tirodi shen khomara khar suliko gulamat bilif tirodi
shen khumara khar suliko yelkashi wardi shevnishne ovlade amo guliko gulamat bilif tirodi shen khumara khar suliko gulamat bilif tirodi shen khumara khar suliko Didi madloba bejo. Didi madloba degani katta rahmat. Katta rahmat. Didi madloba. Bejo Qoyil, juda ham xursand qildingiz. Hozir har xil tillarda, chunki uni o'zini o'zlashtirishi ham albatta imkoni. Mahoratda, To'g'ri. mahoratli Qiyinda. odamlar har jihatdan mahoratli bo'ladi. Har bitta so'zini, Alhamdulillah, talaffuzini to'g'rilash ham juda ham katta mahorat, iste'dod talab qiladi, mehnat talab qiladi. Va bugun mana shunday ajoyib inson bugun studiyamizga tashrif buyurganlar Ahror Usmonov. Xush kelibsiz yana bir bora. Rahmat, sizlarga Efirimiz rahmat. o'z nihoyasiga yetyapti. Sizlarga degandek rahmat, qoldi. taklif qilganingiz. Rahmat, rahmat. Muxlislarimizga rahmat. Salomat va odamlar ham mazza qilishdi. Sizdan tomoshabinlarimiz albatta so'nggi qo'shiq iltimos ham bugungi ko'rsatuvdagi oxirgi qo'shiq so'nggi yakunlanadigan qo'shiq chunki hech qachon alvido demang degan ibora bor-ku, o'shaning uchun hech qachon so'nggisi, hech qachon oxirgisi demaylik, yakunlanadigan. Ahror aka nima deyishini oldindan bilaman-da. Shuning uchun hech qachon demang deymizda. Film ham bor-ku, shunaqa hind filmi. Hech qachon alvido demang. Hozirgi yakunlanadigan qo'shig'imizni she'rini Ahror Usmonov yozgan. Siz bilan bizni shunaqa chiroyli avvalo dunyoga kelishimizga, shunaqa bo'lib o'tirishimizga, sog' salomat bo'lib yurishimizga sababkor bitta yolg'iz zot bor. Shu zotga ataladi. Salomat bo'ling. Marhamat. Demak, bu janr barq. sana bir donam o'zing sana yagonam o'zing sana bir donam o'zing sana jamolingni ko'ray deb giryonang o'zim mana misolingga yetay deb parvonang o'zim mana Yosıdan to'yib ichayin ishqingda mast bo'lib qushdek uchayin hofizi devona oshig'ing o'zim seni deb bor yo'g'imdan kechayin mehri beadad mehribonim mening qalbimdagi jo'shqin vulqonim mening nazaringsiz qolmasin bir soniyam Xayolingsiz o'tmasin onim mening yagonam o'zing sana bir donam o'zing sana yagonam o'zing sana bir donam o'zing sana jamolingni ko'ray deb giryonang o'zim mana didoringni izlagan devonang o'zim mana Sen yolg'izim dilda borim chiroyligim go'zalim betakrorim hayotimning ma'nosi o'zing o'zing ishonchim quvonchim kuchmadorim sen o'zingsan boyligim ham borlig'im sen o'zingsan bu dunyoda borligim bor vujudim birla seni madh etay sen tufaylidir mening ahrorligim yagonam o'zing sana bir donam o'zing sana yagonam o'zing sana bir donam o'zing sana jamolingni ko'ray deb giryonang o'zim mana misolingga yetay deb parvonang o'zim mana yagonam o'zing sana bir donam o'zing sana yagonam o'zing sana bir donam o'zing sana jamolingni ko'ray deb giryonang o'zim mana didoringni izlagan devonang o'zim mana
Afarin, katta rahmat tashrif uchun. Do'stlar, kun mazmunli bo'lsin. Judayam. Kuningiz xayrli bo'lsin. Rahmat. Zo'r Sog' bo'lsin bo'linglar, hammasi. salomat Ko'rishguncha. bo'linglar. Ko'rishguncha xayr do'stlarim.